barchaga hello bilan sizlar bilan men Anonymous MC va bizning yangigina videolarimizga xush kelibsizlar. Bugun вообще qanaqadir issiq qani maydachi o'yinni ochib qo'yamiz. Sal havo kirdi uyimizga. Bilmadim qanaqadir men uyimda вообще isib yotibdi. Bilsa bo'ladi. Do'stlar, hali unchalik issiq emas, unchalik yozda qoq o'rtasi emas, lekin qanaqadir men uyim isib qizib ketgan. Qisqasi bilmadim. Chiqib bir aylanib kelsam yaxshi bo'lar edi. Вообще. Quyoshim chiqib yotibdi, isitib yotibdi. Jitel, qalaysan? Jo'q qaynaq. Oyog'im ketdi. Jitel meni kutib tur. Qalaysan Jitel? Sog'liqlaring yaxshimi? Nima bo'ldi? Nima qilyapsan? Xomodida yopishib ketgan-ku. Menda ham xuddi shu problema. Nimaga isib ketganini bilmaysanmi? Уже qanaqadir bir yoz qo'q o'rtasi emas, qayerga tushib ketding? Bu yoqqa kel. Jitel, nima qo'syapti? Dastlabda nima qo'yapsan? O'zi anavali issiq boshlangan-ku, shunga qayerga chiqib ketishni bilmasdan aravada sakrab shu yerga tushib qo'ya qoldim. Bitta poxudu bittasanmi? Biz mana Jitel bilan ham ketyapmiz, tem bo'li. Jitel tak bilmadim, lekin men graviy va bunaqangi zimla bloki вообще qaynab yotibdi. Va bu menga вообще yoqmayapti, bora qaynab yotgani. Shunaqa gaplar Jitel. Bolalar, Jitellar, hech kim zemraga tegib o'rmasin, chunki u qaynab yotibdi. Mer. Вообще mazza suv bor-u mana. Mer, to'g'ri, hozir yoningga boryapman. Qayna. Mer, nima bo'lyapti bizning qishloqda? Qisqasi bugun bizning qishlog'imizga lava ko'tarilyapti. Ya'ni yer ostidan lava ko'tarilyapti. Shuning uchun bizning qishlog'imiz qaynab yotibdi. Va bukvalni через 1 soat u bizning qishlog'imizda bo'ladi. Mer, yolg'on gapirmayapsanmi? Yo'q, qanday yolg'on gapirish mumkin? Bu gap hammasi rost, Animus. Lekin biz mana qanaqadir bloglar turibmiz. Qanaqadir mana qayerda koloditsa qanaqadir uylarni tepasida turibmiz. Qanaqadir bunga kurishimiz kerak axir. Mer, shunday harakatini qilmaymizmi? Animus, biz buni harakatlar qilishimiz kerak, lekin bizda reyslar yetarli emas. Reyslarni Jitellar ketdi sklatga. Let's go sklatga. Oyog'iga kelsa ham sakrab boringlar. Jitellar. Oyog'iga kelsa ham tezroq kelinglar mana bu yoqqa. Gap shundaki Jitellar, mana shu Jitellar. Mana shu Jitellar gap shundaki bizning qishlog'imizga lava ko'tarilyapti men aytganidek. Bu gap ham to'g'ri. Shunaqa, korotchik eshitgan bo'lsanglar bizning qishlog'imizga lava ko'tarilyapti. Shuni biz qanday qilib hal qilib o'zimizni himoya qilish uchun bunga yasashimiz kerak. Davaychga deganlar hamma sklatga borib hamma narsalarni olib sizlar bunga kurishga ketsak ham bo'laveradi. Ketdi Jitellar. Давайте, жители, hamma qo'yib kelamiz. Let's go, davay. Endi borib hamma uydan narsalarni olib kelish talab qilib qolaman. Shunday ketdik. Aynan endi men bo'lsa borib, shunday go'zal qilib va borib bu kelgan harakat qilib bo'laveradi. Jitellar to'xtab turinglar. Men sandiqlar вообще og'ir bo'lib ketib qoldi. Tak. Qani. Qo'yamiz va bo'ldi. Ana tak. Qani. Qani inzomer menimcha bunker qurgani kirib ketdi. Menimcha qani mana bu pastki sanamiz va narsalarimizni olib bunker qurgani. Let's go. Animus, bu yer baribir issiq-ku. Qanaqasiga issiq? Biz buni ozerani oldida qurib turgan bo'lsak, unaqangi vohma qolmaydi-chi. Jitellar hozir buni borib boshqa joy qidirib quraman, agar yaxshi joy bo'lmasa, shu yerda qurishga majbur bo'lamiz. Okey. Mayli, kutib turaman, tezroq bor. Xo'p. Mer, siz ham yerga keling. Hozir boryapman. Xo'sh, Animus, bunga qanaqa? Qanaqa sekin gapiryapsiz? Normal gapiring.
Короче, mayli, okey. Qara, boshqa sizlar qilib ko'r, agar bo'lmasa men o'zim joyida harakat qilib qo'yaman, okey? bo'pti, hozir borib men joyimga kirishim kerak. Obunachilar, вообще issiq havolar, nimagadir sizlar bo'lsa kanalimga obuna bo'lib, videomizga like bosib turishga unutmang. Shuni so'zdan esdan chiqarib qo'yibman va bizga original YouTube kanalimiz bor. Shu YouTube kanaliga ham o'tib obuna qo'ysangiz, вообще xursand bo'lgan bo'lardim. Ya'ni Viber Mix buni men silkasini opsionalida qo'yib qo'yaman. Faqat shu silka emas, shu qo'yib qo'yaman rasmini, shunga poyezga berib kirishinglar mumkin va shu kanalga ham obuna qo'yishinglar bo'ladi. Короче, hozir biz tezroq borib ritillarni nima himoya qilishimiz kerak. Sen tezroq olmaysanmi ritillarni oldiga? Hozir ketyapman. Okey, tezroq bo'l. Men katta qursak bo'ladi. Va yo'mayo. Bu hali ham bitgani yo'q. Lekin mana bu skipti tezroq tepaga chiq. Voy obunachilar, bu boygidan ham battar skipti. Nima? Yer qaynami? Voy yo'mayo. Voy judasa. Nima? U keldi, lava boshlandi. Ketdik, bunkerga. Hatto bunker ham o'g'richa qurilmagan, endi nima qilamiz, ritillar? Bir nima qil. Animus, bir nima qil. Biz qanday qolib ketamiz bu yerda? Yo'q, sizlarni qo'yib ketmas, yurlar meni ortimdan. Meni ortimdan sekin-asta yuramiz. Tezroq kalojga chiqamiz, kaloj. Tezroq chiq, yo'mayo. Voy, qanaqa chiqamizki? Voy, yo'may, valla menimcha biz bu yerdan ancha-muncha tushmasak kerak. Chunki yerda ham yana lava o'tiryapti. Nega like bo'lmadi, sizlar chiqarib qo'ymagan holda va kanalga obuna bo'lishni unutma. Jitdilar, короче. Voy, so'la ketdim. Короче, qaranglar. Men bu qishloqni qandaydir qilib tark etish kerak va yoki mana va agar napaminayu, men bu biza turgan stoyga bu oddiy ikkita palkalar turibdi, xolos, to'rtta palkalar. Nima? Shunday. Nu, короче, qarang, sezgan bo'lsanglar, Animus, sen qutqara olasanmi? O'zim qutqara olay, keyin masalan o'zga qutqaraman. Tak, va qanday qilib turib buni problemasini yechish kerak. Yo'q, mening uyim lavaga cho'milib ketyapti. Sen uyingni o'ylama, to'g'irlab beraman o'zim. Nu, короче, nimadir qilib plan o'ylash kerak. Buni to'g'irlash kerak qandaydir qilib. Jigarlar, sizlardan faqat men like va obunani so'rab turman xolos va sizlar endi bosmayapsizlar, bosib turinglar davay yana. Lekin biz soni 100 ta ketgandan keyin yangi video chiqadi. Let's go. Ana o'raydi. Ey, mer, mana bu sirkov o'sha buzilib ketdi. Maslahatchi nima o'ynayapsan menga? Nu, to'g'ri aytgan ekansan. Qanday qilib turib buni problemasini yechish kerak bolalar. Mer, agar sen bo'lmaganingda hali ham biz mana bunda turgan bo'lardik. Nu, rahmat senga mer, birinchi marta seni foyinchi edi bizning qishloqqa. Birinchi martamish. Turishi. Meni tilmonimiz o'zgacha maqtarib qo'yibdi. Va prямо lavaga tushib ketgan bo'lardik.
nima bo'ldi Ritel siz bizga yaxshi aytgan ekansiz, mana bu Delevinskiylarga chiqolmaslikni yaxshi aytgan ekansiz. Tak, чтобы bizga olgan, ya'ni o'sha olovlar, ya'ni lav o'tkazmaslik uchun biz mana mer buni qanday qilibdir hal qilsa bo'ladimi? Alo, mer. Hal qilsa bo'ladi, faqat Okey, так, senda qanaqa bo'ldi o'xshaydi, ya'ni o'sha Ritel. Короче, bizani manimcha kutishdan boshqa ilojimiz yo'q, chunki biz o'zi ketolmaymiz. Biz o'sha kutishdan ilojimiz yo'q. Kimni desanglar, bizani kutishimizdan ilojimiz yo'q, chunki bizni cho'kib ketishimiz mumkin mana bu lavada. Ну да, bu gapni qanday qandaydir videoni tugatib olishim kerak. Ну что же, endi kutishdan boshqa ilojimiz yo'q, spasatellarni. Ana, voy, men chiqaboringlar. Jigarlar, bizani kutishdan boshqa ilojimiz yo'q. Bu lava bizni polностью ko'mmasdan oldin men videoni tugataman. Sizlar bilan AnimaCMC bo'ldi. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan AnimaCMC bo'ldi. Hammaga xayr. Siz kanalga obuna bo'ling.